Assalomu alaykum. 2026-yil 3-mart bahor 3-kuni har doimgidek tank skuterdaman, uzundaman. Toshkent vokzalida har doimgidek metro oldida boshlaymiz. Leninlarning tank. Hop, Toshkentda bugun sal havo bulutli, kechagina yomg'ir yog'gan. Hamma ko'rib turibdi, hozir sal har xil davlatlarda notinchlik bo'lyapti. Allohga shukr. Yurtimizda tinch. Havoimiz sal hozir bulutli bo'lgani bilan osmonimiz musaffo, hamma joy tinchlik. Prezidentimizga, yurtboshimizga ming rahmat. Shunchalik xalqimizni, yurtimizning tinchligini o'ylab, tunu kun hamma xizmatda bo'lyapti. So'shal etganlar ishini rivojini bersin, hammani omadini bersin. Ko'rib turgan insonlar podpiska bo'lib, meni kuzatayotganlarga hammaga rahmat. Shunchalik qo'llab-quvvatlayapsizlar. Hammani xabari bor, yaqinda ikkinchi farzandimni ko'rdim. Shu fursatdan foydalanib, oila a'zolarimga katta rahmatimni aytmoqchiman, jigarlarimga. Yaqin kunlarda menimcha o'zimni ham videoga olib, syomka qilib gapirishni boshlayman. Faqat sal endi menda sal qo'rquv bilan hayajon deydimi, hayajon bor-da. O'zini olib, masalan, bu bir xil blogerlarga o'xshaydi, bir xillarga o'xshamaydi. O'shanga ko'pincha skuterimga qarab gapirib, syomka qilib gapirishni ko'raman. Sekin-sekin ham o'zim ham adaptatsiya qilib o'rganyapman shu narsani. O'zimni ham yaqin videoga olib gapirishni boshlasam kerak. Shuni kuzatib boringlar. Bugun ko'p emas, 1 soatga yetmay olganman. Qo'llab-quvvatlanglar. Meni kimdir rekomendatsiyada agar videosida chiqqan bo'lsa, shortga iltimos podpishka qilib va mana layklarni ayamaymiz. Hammaga rahmat. Kuninglar xayrli bo'lsin. Ro'za Ramazonlarda hammaga kuch-quvvat. Hozir menimcha ozginadan iftorlik bo'ladi, og'iz ochadigan payt. Shu payt videoni qo'ysam kerak. Hammaga rahmat.